Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Aziya Texno Group obunachilari. Ko'pchilikni talab va istaklariga binoan ishlab chiqarish jarayonlarini ko'proq ko'rsating deyishdi. Ishlab chiqaruvchilar ham, podpischilar ham, obunachilar ham, xudo xolasa Olmaliq tumanidan boshladik. Hozir Toshkent viloyati Olmaliq tumaniga kelganmiz. Promzonada bu yerda drabilkalar, asfalt zavod, betonimizda beton zavod. Xullas, Olmaliqqa ham shlakoblok apparat berganmiz, drabilka berganmiz. Obzorni boshlaymiz. Xudo xolasa, xullas bugun Olmaliq tumaniga kelganmiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra apparat mishalkasini reduktori nimadir sinib qolgan ekan. Ishlab chiqarish jarayonini ola olmaymiz, afsuski. Lekin chiqqan mahsulot bor, paddonlari, apparat umumiy shlakoblok biznesiga kerak bo'ladigan usulda akamiz joylashtirilgan, bunkerlar qo'yilgan, pastdan o'zi avtomat podachalari bor. Hozir birma-bir ko'ramiz va narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, 428 modelimizdan berganmiz. To'liq avtomatda ishlaydi. Yana qo'shimcha qismlari qo'yilgan. Bu yerda bunker, lenta, qo'shimcha mishalka qilib berilgan. Hozir bir boshdan tushuntirib beraman. Xo'p, shlakoblok biznesi bilan shug'ullanadigan akalar uchun yaxshi maslahatlar, foydali maslahatlarni bugun beramiz. Xudo xolasa, akamiz naves qilganlar 14 metrga eniga 5 metr qilib apparatning ustini naves qilingan. Xo'p. 428 model berganmiz. Hammaga o'sha mashhur modelimiz. Общий kilovati apparatni o'zi 16 kilovat tashkil qiladi. Lentasi, bunkeri alohida kilovatlar. Uni ham aytib o'tamiz hozir birma-bir. Mana shunaqa maydon qilingan. Taxminan bir 30 sotiq bo'lsa kerak, 30 sotiq maydonda bu yerda drabilkalar bor, tosh ham, daryo ham, chap tomonimizda daryo joylashgan. To'g'ridan-to'g'ri daryodan drabilkaga, drabilkadan apparatga keladi. 1 2 3 metr. 3 metr 320 balandligida, 3 metr deylik. 320 chiqmasa kerak. 3 metr balandligida, xullas eniga 4 metrlar bor, 4 dan ziyodroq metrlar bor. Xullas mana shunaqa bunker qilingan, 15 metrlik lenta qo'yilgan, lentalar ham baquvvat qilib ishlangan. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa agar chiroyli qilib shlakoblok ishlab chiqarishini avtomatlashtirib beramiz. Xo'p, mishalka qismiga keladigan bo'lsak, mana bu tomonda mishalkasini olamiz. Boshqa akam o'zi boshqa mishalka qo'yganlar. Bunda o'shani 750 talik oddiy mishalka qo'ysa ham bo'ladi, lekin ob'yomni ko'paytirish uchun kattaroq mishalka qo'yilgan. O'sha beton zavodning mishalkasidan qo'yilgan, kichkinarog'idan. JS500, JS750 mishalkalarimiz bor. Xohlovchilar uchun mana shunaqa mishalka qo'yib beramiz. Uni ham pastiga mishalkalarni ko'rsatib ketasiz-da, Sirojiddin. Xo'p, lentasi 6 metrlik uzun lentasi qo'yilgan. Apparatimiz ishlagan. O'tgan yil berganmiz Nurali akamizga. Ishlab chiqargan. Mana yana bitta nimalardan ko'rsataman. 30 sm pastda joylashtirilgan. Arava kelib bemalol olib ketish uchun. Mashina to'g'ridan-to'g'ri kelib arava olib ketadi. Mishalkasi ham sal pastroqda joylashtirilgan. Pult upravlenlariga avtomat, mana bu qo'shimcha knopkalar o'sha bunker bilan dozator mishalkaning knopkalari qo'shimcha ravishda mana bu shitga o'rnatilgan o'zi. Shitdan boshqariladi. Lekin mana bu monitorga nimadir qo'yish kerak, asrash kerakda, buni quyosh tushmasligi kerak. Qimmat turadi platasi. Xullas, akamizga mana shunaqa paddon berganmiz, plastik paddonlardan, oyoqlari reykada qoqilgan. O'zining avtomat pistoleti bor, kompressor bilan qoqiladi. Bir xillarida oyoq kerak emas, ustma ust teradigan 425 modellarimiz bor. Unda oyoq qo'yilmaydi. Xo'p, ma'lum bir sabablarga ko'ra mishalkaning reduktordagi nosozlik uchun bugun ish to'xtab qolgan. Xudo xolasa ishlash jarayonlarini akamizga aytamiz, videoga olib yana yuboradilar. Qo'shimcha tarzda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir chiqargan mahsulotlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bu razmerimiz 17 ga 35 razmer. Mana juda chiroyli chiqqan, klientni o'zidan chiqarganlar akamiz. Mahsuloti ham o'zlaridan chiqadi. Ko'rsizlar mana. Juda ham chiroyli, nima deydi? Sifatli mahsulot chiqqan. Uloqtirib ham ko'rsatamizmi? Mana sal singani bor ekan, shuni uloqtirib ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Endi bunaqa sinishi mumkin.
Buni sinishini shlaka blokchilar o'zi yaxshi tushunadi. Betonning ustiga tashladim, tekis tashgan ustiga. Lekin mana ovozdan bilishlaringiz ham mumkin, juda ham chinnida chiqqan, mustahkam. Agar oddiy shlaka blok mustahkamligi, plotnosti, ya'ni mustahkam bo'lmasa, qumga o'xshab titilib ketadi. Bu normal holat hisoblanadi shlaka blok uchun. Keyin bu kecha chiqqan mahsulot ekan, toza chiqqan, ranglari ham ko'kintirib turibdi. Buni ushlab ko'rganda ham nami o'zida turibdi, mana ichini ko'rsataman, ichi nam hali. Mana shu o'zi singan ekan, shuni tashlab ko'ramiz endi. Sal quriganda bu sinmaydi. Devorning qalinligi 207 sm, 17 ga 35 razmer. Mana shu bu kolbasnoy variant deydi. Buni juda ham mustahkam chiqadi devori, bemalol plitani ham ko'tara oladi. Mustahkamligi zo'r. Plinsi ham yaxshi mahsulotdan ishlatilgan. Xullas, 1 kub mahsulotga 200 kg sement qo'shiladi. O'zlaringiz hisob-kitob qilib olasizlar. Yana sement miqdori ko'paysa ham mustahkamligi ham plotnosti undan ham oshadi. Xo'p, mana bu tumba qoliplari, kolonnaning qoliplari, ya'ni zaborga terish uchun mo'ljallangan. Har to'r 3 metrda terib ichiga beton qo'yib, armatura qo'yib ketsalaringiz ham bo'ladi. Endi buni ishlab chiqaruvchilar yaxshi biladi. Yangi chiqqan mahsulot, kecha chiqqan bu. Kecha apparat ishlab turadimi? Xo'p. Sifatlarini ko'rsating, yaqindan olib ko'rsating, mana taq qismlari. Selofan yopasizlarmi ustiga? Shlaka bloganmi? Qoyil, lekin shunaqa sifatli chiqib o'tiribdi. Ustiga selofan ham yopmasa kerak aka. Sement marka olmaganda, nima deydi? Sement marka olmagan joyda ham shunaqa chiqqan. Selofan yopsalar agar yana ustini, yana sement markasi kuchayib, o'zini suv o'ziga shimilib, yaxshi mustahkam chiqadi. Bundan ham mustahkam chiqadi akalarning mahsulotlari. Bu xula selofan yopilmagan holatda quriganiga. Xo'p, xohlovchilar uchun rangli chiqarsa bo'ladi. Har xil rangliklari bor. Ranglarni o'sha mishalkaga qo'shib bemalol chiqarsa bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, shlaka blok biznesidan o'zi qancha summa qoladi? Bu joyiga qarab, shlaka blok sotilishiga qarab har xil. Masalan, Toshkent sharoitiga, Toshkent viloyatiga olib qaraydigan bo'lsak agar 500 so'mdan 800 so'mgacha qoladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm tomonlarda 1000 so'm, 1100 so'mgacha qoladi. Sifatli mahsulot chiqaradi, lekin o'sha toshini ham Qoraqalpoq, Xorazm tomonlar narxlari farqli, hozirga farq qiladi. Vodiy tomonlarda bo'ladigan bo'lsa 400 so'm, 500 so'm, chunki konkurensiya, raqobat kuchli bo'lganda hisobiga 400 so'm, 500 so'm, maksimum 600 so'm atrofida bir donasidan qoladi. Razmeriga farqi yo'q. Kolonna qoliplaridan yaxshiroq daromad qoladi, chunki bu 4 tasini puliga hisoblanadi. 4 ta shlaka blok masalan 2,5 mingdan 10 ming so'm bo'lsa, tumbasi 5 mingdan 10 ming so'm hisoblanadi, foydasi yaxshiroq qoladi. Lekin undan qancha masalan 2 ming ta 3 ming ta kolичество chiqarib qo'yiladi. Undan keyin shlaka blokni o'zini razmerini, qolipini qo'yib bemalol chiqaraveradi. Bu zapasga turadi. Buni turib qolgani uchun ham narxi sal qimmatroq chiqadi, chunki bu ham joyni ham pulni zayn qilib turadi. O'shani hisobiga qimmatroq sotiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, uskunamizning narxiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi bilan hozir 12 ming eng taqalgan narxi bo'lib turibdi. Xudo xohlasa yana aksiyaga tushadigan bo'lsa, uni ham e'lon qilamiz. Aksiyaga tushgan variantlarni nechta kolичествоda tushadi hozir aniq emas. Xudo xohlasa chiroyli qilib o'rnatib, garantiyalari bilan 6 oydan 1 yilgacha garantiyalari bilan yozib beramiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Foydali maslahatlarni, foydali ma'lumotlarni Aziya Texnogrup sizga berishda davom etadi. Aziya Texnogrup bilan siz bir qadam oldindasiz. Hammaga rahmat.